Kimda eri qanaqa bilmadim, lekin mani erim uyda narsa pishirib boshlasam, urishib boshlaydilar. Shuncha narsani kim yeydi? Yarim kuning kuxnida o'tib ketadi endi deb. Bu safar ham shunaqa deb qoldilar. Qo'rqib ketdim. Bekordan-bekor pishirdimmikan desam, yo'q, 3 ta dona bulочка и 4 tagina somsa qolgan ekan xolos. Aytishga aytib, chiroyli qilib choy damlab chaqirsam, o'tirib mazza qilib yeb olishdi. Bir payt qarasam, polnikka aylanib kelib yana yeyishyapti. Ili ko'cha sovuqligiga shunaqa yaxshi yeyimli bo'ldimi bilmadim. -17 ko'chada. Kuni bilan yotib uxlash mangamas ekan. Belim og'rib ketdi ko'p yotganim uchun. Yo, bu yotish bo'lmaydi dedim-da, o'rnimdan turib uyda uborkasiga tushib ketdim. Televizor ko'rib yotgandim, uyqum kelib boshladi. Lutshi o'rnimdan turib ishimni qilib olay dedim. Hozir uxlasam keyin kechqurun bilmayman kim uxlaydi. Ertalabga tayyorgarlik ko'rishni boshladim. Choyniklarda ichini bo'shatib yuvib qo'ydim. Ertalab shunday choy damlab o'tirib choy ichib ketish uchun. Iltimos kommentariyada yozib ketinglar. Sizlarning uylaringdan ham tonna musor chiqadimi? Shunaqa yoqtirmayman, musor paqir to'lib tursa. Bugun o'zida 2 marta chiqardim. Kechqurungi qiladigan ishlarimdan biri rakinani yuvib tozalab qo'yaman, ishlarini tozalab, yalt-yult qilib yuvib bo'lganimdan keyin bu mashinali polotsensa bilan yaxshilab artib tashladim. Endi yotsam bo'ladi desam, xo'jayinim ozgina olma archib kelgin manga deb qoldilar. Voy, mana asalchamni turishiga nechi quloqchalaridan. Qizlarga ham bitta olma berdim-da, o'zimga sok tayyorlashga tushib ketdim. Shu limon yotuvdi qanchadan bir xalajnikda. Shu chiroyli bokalchaga quyib endi ichamanmi desam, Aslzoda yugurib kelib, "Ayajon beraman-chi" deydi-da. Sizlarda ham shunaqami?